Gemorragik insultda subdural va epidural bo'shliqlardagi qon quyulishlari tegishli joylarda gematomalar hosil qiladi. Biroq ko'p holatlarda bunday gematomalar travma oqibatida yuzaga keladi. Ularda birinchisi, miya ichi qon quyilishi 80% katta yarim sharlarda lokalizatsiyalanadi. Ular ichki kapsulaga nisbatan miya to'qimalaridagi joylashuviga qarab medial va lateral turlarga ajratiladi. Ichki kapsuladan ikki tomonlama tarqalgan katta gematomalar ham bo'lishi mumkin. Barcha bosh miya qon ketishlarida miya ustuni va miyachada qon quyilishlar 10% ni tashkil etadi. Endi ikkinchi turiga o'tsak, bosh miya ichi qon ketishida qon tomirlar chiganlaridan kelib chiqishi mumkin. Biroq qorincha tizimiga qon ko'proq miya ichi medial gematomalarda, paraventrikulyar tizimlarga tarqalganda turadi. Bu qonning qorinchalar ichi tizimiga o'tishiga olib keladi. Bunday qon ketishlar odatda parixematoz qorincha qon ketishi deb ataladi. Bu qorinchalar tizimiga kiradigan likvor suyuqliklar yo'llari tiqilib, okkulyiziv gidrotsefaliya rivojlanadi. Miya tizimlarining siljishi belgilarini paydo bo'lishi va detserebratsion alomatlar kuzatiladi. Katta yarim sharlarning parixemasida hosil bo'lgan gematomadan miya qorinchalari tizimiga qon oqib chiqishi juda jiddiy asorat hisoblanadi. Bu insultning birinchi soatlarida, ba'zan birinchi kundan 5-kungacha o'tar paytida sodir bo'ladi. Miya qon ketishidan vafot etganlarning aksariyati aniqlanadi. Endi uchinchi turga kelsak, bu miya ichi gematomalarning aksariyat holatlarida ularning o'lchami va ong buzilishi darajasi o'rtasida bog'liqlik mavjud. 3-4 sm o'lchamdagi gematoma ongni yo'qotishi va aniq ifodalangan o'choq simptomlari bilan kechadi. Ichki kapsula sohasida qon ketishi holatlarida miya ichi gematomaning o'tkir bosqichdagi ong darajasi va prognoz o'rtasida bog'liqlik mavjud. Miya ichi qon ketishining o'tkir davrida komatoz holatlari bo'lgan bemorda o'lim darajasi 92% ga yetadi. Stupor yoki sopor holatlarida bo'lgan bemorlar esa 42% ni tashkil etadi. E'tiboringiz uchun rahmat. Kanalimizda qoling.